Hujjatlarni berasizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilyapsiz? Bekorchilar degan guruhga kiryatgandim. Ana haydovchilar o'zimiz ochganmizda, qayerda gai bor, qayerda radar bor, shu bir-birimizni ogohlantirib turamizda. Yo'g'i. Abdurahmon, men marhamat qilyapman ular. Umi bir-birimizga ogohlantiryapmiz. Bekorchilar guruhasi aytiladi. Qayerda gai bo'lsa, margat qilinsa, bilib olamiz, o'sha yerdan aylanib o'tib ketamiz-da. Men sizni tanidim. Bu ko'chadan har kun o'tasizmi, o'tmay qo'ydingiz? Radar qo'yibsizlar. Uning ustiga har kun kechqurun katta reyd bo'lyapti ekan. Shunga sekin har ko'chadan aylanib yuribman deb, endi ham bola chaqa bor-ku. Ichyapmisiz? Ko'p emas. Bir bakal ozgina piv ichganman. O'sha guruhga kiringchi, gayga tushgandan keyin nima qilish kerak ekan? Ahmoqmanda. Bugun bu guruhga kirmabman-da. Ha, tushingda nima kutyapsiz? Unda bu guruhdan chiqib ketay. Nimaga? Kim gayga tushsa, guruhdan chiqib ketish kerak. Oramizda sotqilarga o'rin yo'q deyishgan.